Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Tursunim Zohidjon va bugun Farg'ona viloyati Bo'yda tuman Dehqonobod qishlog'idan sizlar uchun eng arzon joydan pechka mahsulotlarini tayyorlab qo'ydik. Ya'ni pechkalar bilamiz, qish mavsumi boshlanyapti. Hamma qidiryapti pechka atrofdan. Eng asosiysi bu joyda dastavka xizmatlari ham bor. Ya'ni uyingizga bitta osam odam chiqarib yuborishadi, kelishilgan holatda. Narx-navolarni hozir ko'rib, videoga like bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Mana ko'rib turganimizdek, bitta xonadon uchun mo'ljallangan chotki pechkalarimiz, ya'ni zo'r holatda ishlab chiqarib qo'ydik. Men o'zimga ham yoqdi. Sababi qarang, buni juda ham ko'p ekan. To'kinli stanokda ochilgan teshiklari. Bitta bemalol bitta qozonni qaynatish ham mumkin yoki choynak qo'yib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Mana har xil variantda ko'ring. Bunisi ham olinadi keyin qizig'i. Mana tutun chiqmaydi bu yerdan. Sababi mana ko'rib turganimizdek, mana bunday gardishli qilib to'kinli stanokda kesib chiqilgan. Har xil qopqoqlar, mana diametrga qarab siz telefon qilganingizda aytasiz, menga shuncha diametrli qopqoq kerak, yo qopqoq sizni kerak desangiz ham chiqarib berishadi. Xo'p. Buni endi razmerlarni, o'lchamlarini gapirib o'tamiz. Tutun chiqadigan joylar endi uklonli holatda qilingan. Bilamiz, bu hozirgi zamon talabi. Tutun pryamoy tevaga chiqib ketish uchun mana bunday uklondan foydalanishyapti. Listlarni qalinligiga kelamiz. Qalinligi qancha ekan? Assalomu alaykum, bormanglar. Assalom, Farg'on deysiz. To'rlik listdan. Tepasi to'rlik, ha? Yog'ini o'sha. Mana isbot uchun buni ko'rsatib, mana shu to'rlik list qalinligi. Yog'ini o'sha konteyner mana. Konteyner list 2 lik, ha? 1.8 2 chiqar. Shuni qo'yganmiz mana. Eng asosiysi yana esdan chiqdi. Ilgari bilsalar konteyner plankasidan qo'yiladi, chirib yo'qib ketadi. Hozir chugun. Ya'ni ilgarigi marg'ilon pechkalarimiz bilasizlar, chugun hozirgacha ishlatishyapti. Xuddi shu materialdan qo'yilgan. Anchalik xudo xolasa xizmatingizni qiladi. Chuguni ham o'sha baquvvat. Chuguni baquvvat qalin. Mana kuldonlari olinadi ekan, ya'ni tashqariga chiqib, kulni bemalol to'kib kelishingiz mumkin. Bovlari bor. Xo'p. Bu pechkalarimiz necha xil turda ekan? Hammasi bir xil hozircha. Hozircha bir xil. Yana chiqaramiz. Yana xudo xolasa holatda ishlab chiqarish ekan, har xil holatda. Xo'p, bularning eng asosiysi narx-navoz qancha bo'lyapti aka? Sotamiz, optimga yo donaga olaman degan akalar uchun necha pul qilib beramiz? Donasini 340 mingdan qilyapti. 340 ming so'mdan mana ishlab chiqaruvchining o'zidan birinchi qo'l holatda 100 bir xil, mana qopqoqlarni sizlar aytgan razmerda xudo xolasa chiroyli qilib tayyorlab berishadi. 340 ming so'mdan albatta optim olamiz, sotgan degan akalar uchun yanada kelishtirib berishadi. Sizlar uchun eng arzon joydan chiqarish harakat qilyapmiz. Bu pechkalar bilamiz 400 ming, 500 ming atrofida sotiladi. Akalarimiz birinchi qo'l o'zlar mana shu joylarda ko'rib turganimiz apparatlarda ishlab chiqarganliklari uchun narxlari anchagina qulaygina. Hozir biz kunda bilamiz, usta haq qimmat. Eng asosiy usta puli. Bu akamizlar o'zlari ishlab chiqargani uchun usta puli o'zlarining yoniga qoladi. Shuning uchun narxlari qulay. Ko'rib turganimiz elektrodlarni ham bunday ko'k elektrodda ishlatadi. Bilamiz, oddiy elektroddan ancha baquvvat bo'ladi bu. Xo'p. Demak, razmerlarni aytib o'tak. Nechaga aytchi? Razmeri 30 ga 50 Ha, 30 sm ga, uzunligi 50 sm. Hammasi bir. Demoxodlari yaxshi, xudo xolasa turba tushadi. Tunuka bemalol tushadi. Tortishlari ham o'ta zo'r. Mana uklon qo'yganmiz. Uncha-munchaga tutamaydi, ha? Yo'q, umuman tutamaydi. Mana Havoni zo'r tortadi. zo'r. Menga ma'qul keldi, albatta tavsiya qilib qolaman. Qopqoqlari ham ochilib bekilishlari juda ham ideal holatda, zo'r. Va hurmatli kuzatuvchilar, qish mavsumiga pechka qidirib yurgan, yangi xo'jalikka chiqqan aka-ukalar bo'lsa, videoni ulashib qo'yish esdan chiqarmang, sababi sifati ham yaxshi ekan, narxi ham 340 ming, menimcha qimmat narx bas, albatta. Xo'p, kelishilgan holda dastavkalarni ham qilib beradi. Manzil eslatib o'tamiz, Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Dehqonobod qishlog'i. Videoga like bosib va pechka qidirib yurganlarga uzatib qo'yishni esdan chiqarmang. Keyingi videomiz albatta siz uchun bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang. Rahmat barchaga.